Nega bilaman-u, lekin qo'lla olmayman. Ya'ni 5000 ta so'zni bilasiz, yodlaysiz, lekin imtihonga kirganingizda examiner qarshisida o'tirar ekansiz, sizga xayolingizga keladigan so'zlar faqatgina juda ham primitive, oddiy bo'lgan good, bad kabi so'zlar bo'ladi. Bu kabi shikoyatlarni va bu kabi komplaintlarni juda ham ko'p eshitganman. Va o'zimni 4-kursda o'qiyotganimda diplom ishimni mavzusi ham nima uchun men juda ham ko'p so'zlarni bilaman, feedback berganingizda men bu so'z o'rniga buni qo'llasam bo'lardi deganingizda men o'sha so'zni tarjimasini bilaman. Lekin imtihon yozayotganimda, mock test yozayotganimda xayolimga shu so'zlar kelmaydi. Nima uchun? Mana shu savollar diplom ishimni central topic'i bo'lgan. Qarang, bu narsani lingvistikada passive trap, ya'ni passiv tuzoq, passiv vocabulary tuzog'i deb atalishar ekan. Bugun biz nima uchun miyangiz sizga xiyonat qiladi? Mana shu mavzu haqida gaplashmoqchiman. Ekranda ko'rishingiz mumkin, bu sizning miyangizni rasmi. Masalan, mana bu yerda siz turibsiz, siz zona A dasiz. Bu passiv va tushunish papkasi hisoblanadi. Katta maydon, ko'rayotganingizdek, katta maydon hisoblanadi. Sizning vazifangiz zona A dan, zone A dan, zone B gacha kelish. Zone B bu active, gapirish, kichik bir nuqta hisoblanadi. Ya'ni miyangiz maydoni katta, lekin siz bormoqchi bo'lgan joy bu kichkina bir lokatsiyada. Muammo shundayki, zone A dan zone B ga yo'l qurilmagan. Hali miyangiz u yo'lni bilmaydi. Siz bilasiz so'zlarni, ular xuddiki okeandagi erkin xohlagan joyga suzib yurgan qayiqlarga o'xshaydi. Ani prichalda turib parking qilgan qayiqlar emas. Siz shadowing qilyapsiz, o'sha mashhur texnika. Shadowing qilyapsiz, ketidan qaytarib shadow qilib, shunchaki to'tiqish, parrot kabi qaytaraverasiz, lekin kognitiv harakat qilmayotgan bo'lasiz. Endi bu zone A dan zone B ga chiqarishi. Zone A da siz turibsiz, katta ehtimol bilan agarda siz prosta to'tiqish kabi boya aytganimdek shadowing qilayotgan bo'lsangiz, bu yerda natija 0 bo'ladi, 0 bo'ladi. Bizga nima kerak? Bizga reformulation kerak. Bu processing. Miyamizda o'ylash, anglash va ishlash protsessi bo'lishi. Bu yerda agarda biz reformulation qiladigan bo'lsak, processing orqali natijamizni +1,5 ballgacha ko'tarishimiz mumkin bo'lar ekan. Siz eshitgan gapingizni o'z hayotingizga moslab, mana shadow o'qiyotganingizda, shaxsini yoki zamonini o'zgartirmasangiz, neyronlar zanjiri uстановиться qilinmaydi, o'rnatilmaydi. Siz o'sha katta maydonda zone A dasiz. Qayerda, mana bilasiz, qayerdadir so'zingizda o'sha good so'ziga sizda zo'r sinonimlar bor, bad so'ziga alternativalar bor, lekin sizda yo'l xarita yo'q hisoblanadi. Endi keling buni mashq tariqasida ko'rsak, neural switch mashqini qilamiz. Aytaylik, siz shadowing qilyapsiz yoki birorta bir kitobda o'qidingiz va o'sha sizdagi tekstdan, inputdan outputga zone A dan zone B ga chiqish yo'li xaritasini qurish missiyasi bor. Input sizga aytibdi. Bu yerda yozilgan. Допустим, he finds it hard to navigate. Va siz birinchi marta ko'ryapsiz so'zni navigate. He finds it hard to navigate. Oldidagi gapga qaraysiz, undan keyingi gapga qaraysiz va tushunasizki, u inson, o'sha he, aytaylik Paul degan inson yo'lini topishga qiynalayotgan ekan. Biz navigator so'zini bilamiz va yana zo'r mashq. Biz so'zlarni rostdan ham eslab qolishimizga yordam beradigan, allaqachon biladigan so'zlarimizga o'xshash so'zlarni miyamizda izlashimiz kerak. Biz ko'pincha qiladigan xatoimiz qaysi? Sirrazi telefonni olamiz, ChatGPT dan so'raymiz yoki Google qilamiz va tarjimasini ko'rib olamiz. Siz ozgina pause qilasiz va siz allaqachon biladigan so'zlarni yordamida bilmaydigan o'sha target wordingiz, navigate so'zini chiqarishga harakat qilasiz. Navigator, navigate bu yerda fe'l bo'lib kelyapti. Nima qilmoq? Navigator yo'l ko'rsatsa, demak navigate yo'l ko'rsatish degani. Masalan, past tense ga o'girishimiz mumkin va personal experience qo'shishimiz mumkin. Bu meni eng sevimli mashqim. Shadowing qilayotganda ham aytayotgan insonni hozir menga shu gapni aytib berdi, amanda holat qanday degan savol bilan o'zimga yuzlanaman. Last year I found it hard to navigate my career path. O'tgan yili o'zimni karyera yo'limni navigate qilish, topib olish menga qiyin bo'ldi dedim.
judayam oddiy formula. Sizga berilayotgan любой inputni agarda darajasi sizdan 3-4 baravar baland bo'lmasa, kстати, darajani to'g'ri tanlash va nima uchun darajani noto'g'ri tanlaganimizda ingliz tili, nafaqat ingliz tili, любой tilni o'rganayotganimizda taraqqiyot, improvement bo'lmasligini sabablari va buni qanaqa qilib tanlash kerak, uni formulasi bormi, shu haqida men alohida 8 qadamli 2 ballga plus 2 ballga ko'tarilishi 8 qadamida tushuntirib berganman videoda. O'sha videoni ko'rib olishingizni maslahat beraman. Videoni ko'rganingizdan keyin siz tanlayotgan inputlaringiz sizga qarshi emas, balki sizga serve qilish, sizga xizmat qilishni boshlaydi. Va siz inputni olasiz va har safar shadowingda, kitobda, birorta bir boshqa manbada siz input ma'lumotni olganingizda o'rganish, ertaga rostdan ham imtihonda ishlata olish, writingda, speakingda qo'llash maqsadida approach qilayotgan bo'lsangiz, o'sha yangi o'rgangan so'zingiz, iborangizni yozib olasiz va output qilishga harakat qilishingiz kerak. Va men sizga bergan lifehack juda ham oson. Output qilish uchun siz olayotgan informatsiyani o'tgan zamonga o'giring va personal experience ozgina qo'shib yuboring. Umid qilamanki, bu video sizga foydali bo'ldi va 8 qadamli tizim haqidagi videoni to'liq formasini ko'rishni unutmang.